Ma'lumki, davlatimiz rahbari 2025-yil 2 dekabr kuni Jizzax viloyatiga amaliy tashrifi doirasida hududning Baxmal va boshqa tumanlarida zamonaviy intensiv bog'lar yaratish masalasiga alohida e'tibor qaratgan edi. Shu asnoda BNB Holding tomonidan Jizzax viloyatida qishloq xo'jaligi sohasini yanada rivojlantirish, ayniqsa bog'dorchilik tarmog'ini yangi bosqichga olib chiqish maqsadida yirik investitsion loyihalar amalga oshirilmoqda. Jumladan, holdingning BNB Garden sho'ba korxonasi tomonidan Jizzax viloyatining G'allaorol va Sharof Rashidov tumanlarida 2 yil davomida qarovsiz qolgan, suv chiqmagan 500 gektar yer maydonlari o'zlashtirilib, zamonaviy intensiv bog'larga aylantirilyapti. E'tiborlisi, yaqin 3 yil ichida ushbu bog' maydonlarini 2000 gektargacha kengaytirish rejalashtirilgan. 2026-yil 9-aprel kuni G'allaorol tumani Ko'kbuloq massivi Chayonli qishloq fuqarolar yig'ini hududidagi 115 gektar yer maydonida gilos ko'chatlari ekish ishlariga start berildi. Loyiha doirasida ilg'or agrotexnologiyalar qo'llanilib, mahalliy hamda xorijdan keltirilgan, in vitro usulda yetishtirilgan yuqori eksportbop gilos navlari ekilyapti. Xususan, birinchi bosqichda Niderlandiya va Polsha davlatlaridan olib kelingan va Samarqand Sharq sanoat korxonasi laboratoriyasida in vitro usulda ko'paytirilgan Batirma navli achchiq gilos ko'chatlari 50 ming donasi 4 ga 2,5 sxemada ekilmoqda. Yillik quvvati 1000 tonna gilos yetishtirishdan iborat bo'lgan loyihaning umumiy qiymati qariyb 350 milliard so'mni tashkil qilsa-da, hozirda holdingning o'z mablag'lari hisobidan 26,2 milliard so'mlik ishlar to'liq amalga oshirildi. Mazkur loyihaning qolgan qismi investitsiyalar hisobidan yo'lga qo'yiladi. Ushbu tashabbus ijtimoiy ahamiyatga ham ega bo'lib, 50 nafar doimiy va 800 nafarga yaqin mavsumiy ish o'rinlari yaratilishi ko'zda tutilgan. BNB Gardens loyihasi qishloq xo'jaligida klaster tizimini rivojlantirish, mahsulot ishlab chiqarishdan tortib uni qayta ishlash, saqlash va eksportgacha bo'lgan yagona zanjirni shakllantirishga xizmat qiladi. Bu esa o'z navbatida mamlakatimizda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va meva-sabzavot mahsulotlari eksporti hajmini oshirishga munosib hissa qo'shadi.